Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Python string metodlari bo'yicha masalalarni ko'rib chiqamiz. Masalalar Python Backend Lesson darslik gruppasiga tashlangan. Agar siz shu YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda izohlarda sharhda kanal linkini qoldirib ketaman. Bu yerda har bir mavzu va mavzu tagidan shu mavzuga doir masalalar tashlanib boradi va har bir masalani bajarib chiqishga harakat qilamiz birgalikda. Qani, unda ketdik. Xo'sh, bu o'tgan safargi o'tilganlar. Boshqa yangi fayl ochilgan. Xo'sh, string methods okay. İşlab turganlik ko'raylik. Salom chiqdi. Demak, masalani boshladik. Birinchisi Python string berilgan, ya'ni Python stringda berilgan ekan. Shunchaki oson bo'lish uchun uzunligini aniqlab chop qilishimiz kerak ekan. Text dep va shu ko'p yozganimizni tashlaymiz. Uzunligini aniqlash uchun len funksiyasi bor edi. Tekstni berib qo'yamiz. Natija 6. Natija 6 chiqishi kerak. Ikkinchi masala. Berilgan string salom degan tekst berilgan ekan. Vazifa birinchi va oxirgi belgini toping. Birinchi va oxirgi belgi. Tekst yo'lbir ketuvdi. Birinchi va oxirgi belgi qanday topiladi? Xo'sh, Pythonda ya'ni indeks bo'yicha olish degani bor. Shu bo'yicha birinchi belgi va oxirgi belgi. Birinchisi 0, ya'ni 0-indeksdan boshlanadi. Keyingisi oxirgisini olish uchun shunchaki -1 qilsak yetarli. S va M. Berilgan string salom dunyo, vazifa barcha harflarni katta harflarga o'tkazing. Barcha harflarga, ya'ni barcha harflarni katta qilish uchun bizda upper degan metod bor edi. Shundan foydalanamiz. Salom dunyo. Natija katta harfda. Izohga olamiz. Keyingi masala. Pythonda berilgan ekan, Python degan barcha harflarni kichik harflarga aylantirish kerak. Text bu 03 bo'lsin. Print text 03. Kichik qilish uchun lower degan string metoddan foydalanamiz. Natija tayyor. Berilgan string salom, vazifa boshlanish va oxirdagi bo'shliqlarni olib tashlang. Split degan funksiya, ya'ni boshidagi va oxiridagi
bo'shliqlarni olib tashlab listga joylab beradi. Endi misol uchun tekstni o'zini chop qiladigan bo'lsak, tekstni o'zi mana bunday. Mana. Xo'sh, mana bunday qilganimda mana bu yerda joy qolyapti. Ushbu joyni aniqlash uchun ekranda qanday natija chiqarsa, misol uchun salom. Aynan mana bu yerdagi bo'shliq bor. Mana bu yerdagi bo'shliq, bu yerdagi bo'shliq. Mana bu yerni olib tashlasak, yopishib qoldi. Okey. Shu yerdagi aniq bo'shliqni ko'rsatib berish uchun yozib ko'rdim. Split L split degani bor, R split degani bor. Bittasi chap tomondan bo'shliqlarni bo'lishadi, bittasi chap o'ng tomondan va split umumiy stringni ikkala tomonidan. Agar bu darsni birinchi bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi dars Python string metodlari bo'yicha dars o'tilgan, har bitta metodning vazifasi va haqida tushuntirib berilgan. O'sha darsni ko'rib, keyin bu masalalarni ko'rib qo'lda yozib chiqsangiz yaxshiroq bo'ladi. Okey, 5-chisiga ketamiz. 5-chisini bajardik. 6. Backend so'zi bilan boshlanadimi? Backend so'zi bilan boshlanadimi? Text 5 print start with degani bor edi. Masalan, start with true qaytardi, ya'ni backend so'zi bilan boshlanadi. Agar mabodo mana bunday qilib qo'ysak ham bizga true qaytaradi. Ya'ni boshlanishini biz to'g'ri kirityapmiz. Agar bu yerga qanaqadir bunday qilib boshqacha kirib qo'ysak false qiymat qaytaradi. Ya'ni mana bu string mana bu belgi bilan boshlanmaydi. Quyidagicha string berilgan ekan, png bilan tugaydimi? Text 16 print tugaydimi degani adashmasam and with true. Endi mana buni olib tashlasak true, chunki bu bilan tugayapti. Buni endi o'zgartirib qo'ysak false qiymat, chunki bu bilan tugamaydi. Berilgan string banana degan bor ekan. Stringda a harfi nechta ekanligini aniqlang. Text 07 bo'lsin. Bizda count metodi bor edi, ya'ni necha marta qatnashganligini sanab beradi. 3 marta. 1 2 3 3 ta harfi. 9-chisi men Python o'rganaman degan string berilgan. Vazifa nechta bo'sh joy borligini toping. Text 08 print nechta bo'sh joy borligini topish. Bu ham countda bo'ladi, ya'ni bunday qilib shunchaki probel belgisi bilan ikkita bo'sh joy. Mana bu joy bitta bo'sh joy. Men va Python degan orasidagi, Python va o'rganaman degan orasidagi ikkinchisi. Ya'ni count ichiga qandaydir belgi bersak, o'sha string ichida, text degan string ichida o'sha belgini necha marta kelganligini bizga
sanab qaytarib beradi. Berilgan string Django degan teskariga o'giring. Teskariga o'girish uchun bu nima degani? Mana bu yerda hech narsa qo'ymasak, bu boshidan boshlab degani. Keyingisiga bu keyingisidagi mana bu joy u oxirigacha. Bu degani -1 oxiridan boshlab ol degani. Ya'ni oxiridan boshlab oldinga qarab olgan xullas g'alatiroq tekst bo'lib paydo bo'lib chiqdi bizga. Javobi ham shu. Men Python backend o'rganyapman. String berilgan so'zlar sonini aniqlang. So'zlar sonini aniqlang. Text so'zlar sonini aniqlang. Endi nima qilamiz? Qanday qilib aniqlaymiz degan savol. Avval listga o'girsak, split qilib va ya'ni split qilsak, har bitta so'zni listga olib beradi va biz o'sha listdan sonini qaytarishimiz osonroq. Masalan, listga urib bergan deylik. Xo'sh, split agar hech narsa kiritmasak, bizga mana bunday lista qiymatlarni chiqarib berdi. Bizdagi listdagi qiymat bor va shu listni, ya'ni ichidagi nechta element borligini chiqarsak bo'ldi. Bizda muammo hal bo'ladi. Buning uchun count bu string metodida countdan foydalanamiz. Len degan funksiya bor. Ya'ni uzunlikni olib beradi. Ya'ni biz shu listni uzunligini qaytarsak, xo'sh, 1 2 3 4 ta. 4 element. Ya'ni uzunligini, shu listni uzunligini qaytaryapmiz. Salom dunyo. Python degan string berilgan. Har bir so'zning bosh harfini katta qiling. Text 11. Bizda title degan metod bor ekan. Title har bir so'zni C katta harfda, D katta harfda, P katta harfda. O'zini tekshirish uchun salom dunyo so'zning hamma bosh harflari kichikda, keyingisi kattada. Okey. Keyingi masala 13. Python degan string berilgan, har bir orasida probel bor. Barcha bo'shliqlarni olib tashlang. Ya'ni bo'shliqlarni olib tashlab birlashtirishimiz kerak. Xo'sh, text 12. Hamma bo'shliqlarni olib tashlash uchun replace degan
bor edi, ya'ni birlashtirish. O'shani qaysidir harf bilan mm, xo'sh, bo'shliqlarni olib tashlash, almashtirish. Shundan foydalanib ketsak bo'ladi. Xo'sh, yozilishi replace, ya'ni almashtirish. P ni Y ga almashtiryapti. Chiqarib ko'ramiz. Ikkita Y bo'lib qoldi. Biz shunda nima qilishimiz kerak? Bizda mana bunday probel qo'ysak, mana bu joylarni oladi, mana bu bo'sh joylar. Va bu bo'sh joylarni, ya'ni bo'shmas bo'lgan joyga almashtiraylik. Python, ya'ni replace, almashtirish. Buni ham sharhga olib qo'yamiz va keyingisi buni ishladik, 14 ga ketamiz. Salom dunyo, faqat bitta bo'shliq qoldiring. Salom dunyoda faqat bitta bo'shliq qolsin. Mana bu yerda o'zi ikkita bo'shliq bor. Ya'ni text. Mana bu yerda menda o'tgan xatolik, masala tuzishda bitta qo'yib ketdim. Ikkita bor, ya'ni ikkita probel. Shuni, ya'ni bizda ko'p so'zlar, matnlar keladigan bo'lsa, orasida mana bunday ikkita probel bo'lib qoladigan bo'lsa, shuni to'g'irlab ketishimiz kerak. O'shani. Buni to'g'irlash uchun join degan funksiya bor edi, ya'ni birlashtirish. Print o'zini chop qilsak, katta, ya'ni ikkita probel bo'sh joy. Print mana bunday bitta probel bo'yicha join qilaylik. Join qilaylikda text 13dagi split har bir so'z bo'yicha, ya'ni har bir so'zni olib, mana bu split degani har bir so'zni olib listga yig'ib berardi, ya'ni olib berardi. Shuni, ya'ni bitta bo'sh joy bo'yicha birlashtirib ket deyapmiz. Salom dunyo. Agar mana bu yerga yana yozadigan bo'lsak, okey. Ko'rib turganingizdek, hammasini faqat bitta probel bilan ajratib berdi. Keyingi masala, men Java'ni o'rganaman degan string berilgan ekan. Java so'zi bor yoki yo'qligini aniqlang. Yosh text bu bizga 14 bo'ladigan. Print in degan funksiya bor, ya'ni buni ichida bormi? Java degan false. Nimaga false qaytardi? Text store qilyapman, uning ichida indan foydalanib endi sintaksisi menimcha mana bu yerda xatolik. Avval text store'ni qo'yamiz. Qaysi belgi buning ichida borligini ko'rsatish uchun Java'ni bu yerga, ya'ni mana bu tekstning ichida Java, ya'ni Java degan so'z bu string ichida bormi degan. Qani true, okay. Endi sintaksisi, ya'ni
birinchi umumiy katta tekst bo'ladi, ya'ni shuni qanaqa qilsalar bu yerda list kelishi mumkin. Misol uchun string, hozir bizni masalamizda string kelyapti. Butun bir obyektni bu yerga qo'yamiz oldinga va uni ichida qandaydir e, element bor yoki yo'qligini bilish uchun o'sha bor biz aniqlamoqchi bo'lgan elementni bu yerga yozamiz, ya'ni belgini. Text 14 obyekt deb ketdim. Xato, obyekt emas. String turidagi o'zgaruvchi. Obyekt klasslar OP mavzuga kelganda xudo xohlasa batafsil o'rganib chiqamiz. Obyekt bu klassning xususiy ko'rinishi, klassdan yaratilgan, xullas shunaqa. 16-chi masalaga kelamiz. Text 14 yo'q, 14 bo'lar 15. Men Java backendni o'rganamanmi? Men Java backendni o'rganaman. Java so'zi Pythonga almashtiring. Boya ko'rib chiqdik. Mana shu masalani boyaginda split mana bu orqali ko'rdik. Mayli, bajarib ketaylik. Print nimaga degan bu yerda Java'ni Pythonga almashtiring. Mana bu yerda Java'ni yo'q, bu yerda almashtirmoqchi bo'lgan so'zimiz, ya'ni old deb turibdi, ya'ni eski Pythonda Javaga almashtiring. Men Java backend Java o'rganaman. Men Python backend va Java'ni o'rganaman. Natija men Java backend Java'ni o'rganaman. Ya'ni umumiy string ichidagi hamma sini almashtirildi. Bizda stringda ikkita Java so'zi bor edi. Ikkala Java so'zini ham almashtirdi. Bu yerda Java so'zini Python so'ziga almashtiring deb mana bu yerda, ya'ni birinchida kelgan Java'ni ko'rsatib bergan. Va else replace'ni yana bitta funksiyasi bor. O'sha funksiyasidan ishlatib ketishimiz kerak bu yerda. Ya'ni shunday holatda bersak, hozir ko'rdik, bu yerda ikkita Java degan bor edi, ya'ni ikkita Java so'z va ikkita Java'ni ham Pythonga almashtirib ketdi bu yerda. Agar biz ya'ni necha marotaba almashtirish kerakligini berib ketsak bo'ladi. Bu yerda count, ya'ni necha marta amal bajarishlar soni desak yaxshi menimcha. Men Java backend Java'ni o'rganaman. Bo'lmadi. 0 beraylikmi? Men Java backend Java'ni o'rganaman. Buni o'zi o'qib qoldi. Text 15 replace. Mana bu yerga Java'ni yozishimiz kerak. Bu yerga new ga Python 0 bersak umuman bajarilmaydi. Umuman bajarilmadi va bu yerga 1 beramiz. Men Python backend va Java'ni o'rganaman. Java o'zicha qoldi. Endi bunga 2 beramiz. 2 bersak, bu ham Pythonga o'zgardi. Biz holatimizda 1 bo'lishi kerak. Berilgan string. Xo'sh, masalalarni bajarishda menda qandaydir xatoliklar bo'lishi tabiiy hol. Chunki men professional darajadagi dasturchi emasman hali. Shuni hisobiga qo'limizdan kelgancha tushuntiramiz va tushuntirishda davom etamiz.
Bu video darsliklardan kimdir o'ziga nimadir olsa, ilm olsa, men uchun bir yutuq. Ya'ni o'zimdan nimadir qoldira olganimdan, ya'ni kimgadir foydam tekkanidan xursand bo'laman. Xo'sh, men ishlayotgan bu kodlar, ya'ni kod ichida qandaydir kichikroq, xo'sh, xatolar bo'lishi mumkin. Agar mana bu yerda men tuzganlarda ham xatoliklar bo'lishi mumkin. Misol uchun tepada bittasini ko'rdik. Xato, ya'ni natijasida probelda xatolik bor edi. Hech nima emas, davom etamiz, to'xtab qolmaymiz deydik. Berilgan string shu turda ekan. Xo'sh, ekranni yaxshilab text vazifa sana qismlarini ajrating. Sana qismlarini ham ajratishda bu yerda nima qilamiz? Bu ham xo'sh, e'tibor beradigan bo'lsak, har biri orasida qanday ajratilgan bitta chiziqcha bilan. Xo'sh, ajratishimiz uchun nima bor? Split degan funksiya bor edi. Agar splitning ichida qandaydir belgi qo'ysak, o'sha belgi bo'yicha ajratib beradi. Aks holda hech nima bermasang, shunchaki bo'sh joy bo'yicha ajratib beradi. Text 16 split a. Okay, natija. O'zini ko'radigan bo'lsak, o'zi mana bunday holatda split qilib chiziqcha bilan ajratsak, mana bunday holatda. Keyingisi berilgan string raqam berilgan ekan. String faqat raqamlardan iboratligini tekshiring. 1 3 4 5. Text 17 2 3 4 5. Xo'sh, bizda isDigit degani bor edi. Isalnum alfa harflar uchun. Digit ya'ni son. Raqam sonmadan true hammasi raqam. Bu yerga qanaqadir salom deganni qo'shib ko'raylik. False qiymat qaytdi. Ya'ni isDigit faqat raqam ekanligi deyishadi. Hello 123 degani bor. String faqat harf va raqamlardan iboratligini, faqat harf va raqamlardan iborat ekanligini tekshiring. Bu yerda yo harf yo raqam bo'lsin. Ya'ni boshqa belgi bo'lmasin. Text 18. Xo'sh, isalnum degani bor. Isal faqat harflarga tekshiradi. Alfanumeric, ya'ni isalnum alfanumeric belgilariga tekshiradi. Ya'ni harflar va sonlar, bu degani 0 dan 9 gacha va A dan Z gacha. Shu oraliqdagi, ya'ni boshqa belgi qo'yadigan bo'lsak, ishlatib ko'ramiz. True. Endi bu yerga sabachka belgisini qo'yaylik. False qiymat. O'chiramiz, run qilamiz, true qiymat. Okay, endi Python backend degani bor ekan. String berilgan, katta harflar sonini aniqlang. Katta harflar sonini aniqlang. Text 9. Katta harflar soni. Uning uchun nima qilsak bo'ladi? Katta harflar sonini aniqlash uchun string bo'yicha for'da aylanib chiqamiz va
katta harf bo'lish uchun tekshiramiz. O'sha katta harf bo'lganda bizga nima deyilgan? Sonini aniqlasin deyilgan. Katta harflar sonini aniqlash shunchaki o'sha katta harflarni bitta count degan o'zgaruvchi olib, o'sha countga har safar o'sha katta harf bo'lganda birga o'sha kiritamiz. Xo'sh, endi katta harfni qanaqa qilib aniqlaymiz? Bizda is upper degani bo'ladi. Upper katta qiladi. Hamma harflarni is upper kattaligiga tekshiradi. False qiymat qaytdi. Bu degani bu yerdagi hammasi katta emas. Va mana bunday qilib endi run qiladigan bo'lsak true, chunki katta. Xo'sh, endi mana bu yerda count degan o'zgaruvchi e'lon qilaylik. For in text 19. Text 19 bo'yicha bu degani for mana bu tekstni har bir elementi bo'yicha aylanib chiqadi. If tekshiramiz har bir shunda i'ni, ya'ni i degani bu har bitta harfiga teng keladi. Har bitta harfi nima bo'lsin? Is upper bo'lsa, ya'ni katta harf bo'lsa, countni birga oshirib qo'yamiz va print qilib, fordan tashqarida print qilaylik. Masalan, printlar soni ko'payib ketadi. Agar for ichida print qiladigan bo'lsak, ikkita. Bu yerga yana bitta qo'shamiz va yana bitta qo'shamiz. Aslidek bo'la qolsin. 5 ta. Mana bu yerda 3 ta qo'shdik, oldingi ikkita bilan 5 ta bo'ldi. Endi mana for ichida i'ni kelishini bir ko'raylik. Mana i'ni kelishi har bitta harf bo'yicha aylanib chiqadi. Ya'ni birinchi p keladi, tekshiradi. Katta harfmi? Katta harf bo'lsa birga oshiradi. Y keladi, tekshiradi. Yo'q, katta harf emas. Ya'ni bu if degani mana bu ifni biz bergan shart true bo'lsagina if ichidagi kod bajariladi. Aks holda bajarilmaydi. For esa cycle, ya'ni aylanib chiqadi. 21 berilgan string palindrom ekanligini aniqlang. Palindrom berilgan tekstni palindrom ekanligini, ya'ni so'zni palindrom ekanligini aniqlash qanday? Palindrom ya'ni so'zlar teskarisi qilsak ham bir xil, o'zini holatida ham bir xil. Masalan, levelni teskari qilsak ham level. Xuddi shunday. Buning uchun nima qilamiz? Adashmasam, mana bu yerda sonni teskari qilgandik. Ya'ni Django'ni orqasidan o'girib kelgandik. Shunga tekshiramiz. Masalan, biz if olamiz, text tengmi tekstni yo bizga mana bularning kerak emas. Nima natija chiqarsin debdi? True. Cheki print true. Okay, true. Endi mana bu yerga t qo'shib qo'yaylik. Mana bu bizga nimaga hech nima chiqmadi, chunki else ni qo'shib ketishimiz kerak edi. False. Endi mana false chiqdi.
Shunday. Buni qisqaroq qilsak ham bo'ladimi? Ya'ni bunday uzun qilib o'tirmay, ya'ni bu bitta usuli. Kelganini yozib qo'ya qoldik. Aslida mana bu, ya'ni meni o'ylaganimni sababi qisqartirish. Mana buni o'zi ham true yoki false qaytaradida. Biz if ichiga solib, mana bunday qilib o'tirishimiz sal oshiqcharoq. Ya'ni biz uchun, ya'ni true yoki false qiymatini ko'rishimiz uchun. Agar masalan teng bo'lganda mana print o'rniga nimadir amallar bajarsak bo'ladi. String agar palindrom bo'ladigan bo'lsa, qandaydir shartlar bajarilsin, agar palindrom bo'lmasa, qandaydir algoritmlar bajarilsin. Yani biznes logikani mana bu yerlarda berib ketsak bo'ladi. Xo'sh, tekshiramiz. False qiymat qaytdi. Bu uzoqda bu ishlamayapti. Mana bunday o'chiramiz. Okay, true qiymat. Eng ko'p takrorlangan belgini toping. Eng ko'p takrorlangan belgi. Text. Eng ko'p takrorlangan belgi. Buning uchun for'ni ishlasak, har birini ichida aylanib chiqib qanchalar to'g'ri bo'ladi? Xo'sh, maksimum degan funksiya bor. Maksimum degan funksiyaning ichida list stringlar bilan ishlash bo'yicha, masalan, qaysidir elementlar bo'yicha takrorlangan elementlar sonini maksimalni topishdan foydalanib ketsak bo'ladi. Buning uchun print maksimum, ya'ni biz qaysi ya'ni text bo'yicha, ya'ni text elementidan key degani bor, ya'ni key value'dagi nima qanday? Mana bu bitta, bu uchun nima beradigan bo'lsak, obyektmi? Tushuntirish uchun. Bu yerga bir element, ya'ni qaysi element bo'yicha ishlaydi va mana bu yerda qanday amal bo'yicha qanday amal bajarilgan, qandaydir logika. Biz count, ya'ni shu tekstlikni count degani u shu elementning har birini eng ko'p takrorlanganini qaytarib beradi. For orqali qilsa ham bo'ladi. Xo'sh, for orqali, split orqali qilsak, har bitta harfni bitta listga yig'ib olasiz. Xo'sh, bitta listga joylasak bo'ladi va u listga joylab bo'lgandan keyin ichidagi elementlar sanab chiqish kerak bo'ladi. Lekin eng optimal yechim va qisqarog'i shu. For qiladigan bo'lsak, kengayibroq ketadi menimcha. Yana agar bundan optimalroq yechim bo'ladigan bo'lsa, izohlarda, sharhlarda yozib ketinglar. Men uchun emas, faqat hammamiz uchun ham foydali bo'ladi. Ya'ni mendan bu misolni yechish uchun shunaqa fikr chiqdi, yana kimdandir boshqacha fikr. Bir masalani, muammoga yechim topish uchun 10 xil odamdan 10 xil fikr chiqadi. Va har bir fikr ham mutlaqo to'g'ri degani emas. Va bir masala uchun biron bir yechim aniq bo'ldi, shu aynan to'g'ri 100% yechim deb
topish o'sha ishni qanday amalga oshirilayotganligiga bog'liq. Xullas, ko'p gapirmay keng masalaga o'tamiz. Men Python backend dasturchiman degan stringda eng uzun so'zni toping. Text eng uzun so'z. Listga yig'ib va listdagi split qilib olsak birinchi. Masalan, so'zlar tushunarli bo'lishi uchun text split print har bittasini yig'ib oldik. Yana endi mana bu maksimaldan foydalansak bo'ldi. Ya'ni bu yerda soni bo'yicha qilganmiz. Bu yerda uzunlik bo'yicha so'zlar va so'zlar ichida key va uzunligi bo'yicha dasturchiman degan. Yigirma to'rt men ayni o'rganaman degan so'z berilgan. Eng qisqa so'zni toping. Text image. Xuddi shunday bo'ladi. Deyarli shunday. Vaqt tejash uchun copy qilib qo'yaman. Bu yerda eng qisqa so'z bo'lgani uchun o'zgaruvchilar o'zgartirib qo'ydik. Mana bu yerda minimum degan funksiya foydalanamiz. Maksimum o'rniga minimum. Listga bog'lab oldi va uni chop qo'ydi. Berilgan string takrorlangan belgilarni, ya'ni takrorlanadigan belgilarni olib tashlang. Takrorlanadigan belgilarni olib tashlash kerak ekan. Text 24. Xo'sh, nima qilamiz? Takrorlanadigan elementlar olib tashlash uchun har biridan, masalan, string bo'ladigan bo'lsa, har bir belgini olaylikda bitta stringga qo'shib boraylik va ya'ni bitta-bittadan qo'shilsin. Ya'ni oldingi qo'shgan elementimiz agar yana kelib qoladigan bo'lsa, uni qo'shmaylik. Ya'ni shunday algoritm. Masalan, result shuni tushunarli bo'lishi uchun mayli. Natija bo'sh string e'lon qilaylik va bo'sh string ichida uning uchun har bir elementdan iloji yo'q aylanib chiqishimiz kerak. Har bir elementni aylanib chiqdik va endi tekshiramiz. If was not in natija. Ya'ni shu i harfi mana buni ichida bo'lmasa, ya'ni biz yangi string olyapmiz, uni ichida bo'lmasa, unga qo'shib ketsin. Aks holda nima qilsin?
bizni aks holda hech qanday amal bajarmaydi. Print natija ABC, ya'ni A bor, B bor, C bor. Mana bunga shunchaki qo'shib birlashtirib ketyapmiz. Menimcha qiyin emas, tushunarli. Boya ham for bo'yicha bitta masala ko'rdik. Not in degani mana bu yerda i har bitta harf bo'lib keladi. Birinchi a keladi, a ni ichida tekshiradi. Yo'q bo'lgani uchun a ni ichida yo'q bo'lgani uchun a ni qo'shib qo'yadi va keyingisida yana a kelganda bu yerda a bor deb chiqaradi. Bu yerda print qilib in emas, natijani ko'raylik. Ya'ni kodni ichida qanday keladi? A birinchi bilan keyin B qo'shiladi, keyin A B C qo'shilgan. Endi 26-masala berilgan string. Salom dunyo. Vazifa har bir so'zning oxirgi harfini katta qiling. Salom dunyo string berilgan. Salom dunyo. Xo'sh, text bizda 25. Salom dunyo stringi har bir so'zning oxirgi katta harfini katta qiling. Har bir so'zning oxirgi katta harfini katta qiling. Oxirgi harfini katta qiling, ya'ni oxirgi harfning title degan funksiyamiz bor edi va u title har bir so'zning boshini katta qilardi. Biz undan foydalana olmaymiz. Buning uchun nima qilamiz? List qilib har bir listga har bir elementi bo'yicha split qilib birlashtirib, ya'ni list bo'yicha ishlaydigan bo'lsak. Xo'sh. Split qilib orqali listga yig'amiz va listga o'sha listning ichida so'z bo'lsa, har bitta so'zning oxirini nima qilsak bo'ladi? Okey. Yana natija degan o'zgaruvchi e'lon qilib list ustida ishlab qolamiz. Listsiz bajarish hozir kelmadi, chunki list mavzusini hali o'tmagan edik. Text nuqta bu xo'sh. Split qilsak, ya'ni o'sha list bo'ladi, ya'ni har bir so'zni list bo'yicha. Natija nuqta append i bu degani append listga natija qo'shish. Listga natija qo'shsin. Plus xo'sh. I minus birinchisi oxirdagisi. Oxirdagisini upper qilaylik. Minus 1 degani ko'rdik, oxirdagini oladi, ya'ni oxirdagini minus 1 degani bu oxirigacha kesib oladi, ya'ni oxiridan bu nima degani? Boshidan boshlab oxiridan bittagacha kesib oladi, ya'ni oxiridan bitta qoladi va unga qo'shib qo'yapmizda shu oxiridagini katta harf qilib, ya'ni listga qo'shib qo'yapmiz va endi nima qilamiz? Xo'sh, endi listdagi stringni listga natija stringda berilgan,
ekan. Endi yana string o'tkazamizda. Buning uchun nima qilamiz? Join qilib birlashtirsak bo'ladi, ya'ni string bo'yicha ichidagilarni join deyishadi. Okey, ishladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lmasa izohlarda yana yozib qoldiringlar. String berilgan ekan, bu stringni text 26 bo'lsin. Harf va raqamlarni alohida. Isalpha degani bor edi, ya'ni harflikka tekshiradi. Isdigit ko'rib o'tdi, yuqorida u songa tekshiradi. Xuddi o'shanday qilib kessak bo'ladi. Bu yerda harflar yig'ish uchun bitta string ochamiz. Sonlar yig'ish uchun bitta string ochamiz va for tekstni ichida aylanamiz. Xo'sh, agar if agar isdigit isalpha bo'ldi, isalpha ya'ni string bo'lsa, string deyishim, harf bo'lsa, harflarga harfni birlashib mana bunday yozsak bo'ladi. Qisqaroq bo'lish uchun mana bunday yozib ketadi. Ya'ni bu mana bunga teng. Bunga qo'shib turib yukla degani. Xo'sh, if isdigit bo'lsa, songa almashtir va shunchaki endi ikkalasini print qilib qo'ysak bo'ldi. Harflar, print sonlar. Harflar alohida, sonlar alohida. Backend developer degan string berilgan ekan. Faqat uni harflarini qoldiring. Ya'ni faqat harflarni qoldiramiz. Xuddi hozir for orqali aylanib chiqib, faqat harf bo'lganlarinigina qoldiramiz. Faqat unli harflargina. Unli harflari bo'lgangina. Text 20 text 27. Buning uchun nima qilamiz? Unlilarni bitta o'zgaruvchi. Xo'sh, unlilar a, e, i, o, u. O'zgaruvchini e'lon qildik. Natija qilamiz. Natija qilib shunchaki bo'sh string olamiz va bo'sh stringni olganimizdan keyin